Kitap Anlaş Topu'daki dostlar, Ulug'bek Hazinesi 2. kısım 10. mavzunu okuyumuz. Qolunlar kitapta bo'lsin. Saloyiddin zargar o'g'lini kutib, tong otqucha kirpik qoqmadi. Tiriq qilgan ovoz ishitilsa, yuragi og'ziga kaplashib, eshikka tikilganicha dong etib qoladi. Lekin Mevlana Muhyiddin'den direk bo'lmadi. Onu Kök Sarayda elib qolganligida endi hech qanday shak qolmadi. Kök Sarayda elib qilishning sababini yaxshi biladigan, saray taktidagi zindon va lahmilar to'g'risida bir-biridan dahshatli gap so'zlarni anglagan Saloyiddin zargar vahimaga cho'mib, nima qilishini bilmay qoldi. Dunyoga kelgandan buyon kasaldan qutulolmagan, qizlardek ojiz va nozik o'g'li bu zey qamoqxonaga, qurt qo'ng'izlar bilan to'lgan zindonga tashlansa qandoq bo'ladi? Uning holi nima bo'ladi? Qancha kunga bardoshlik beradi? Qarigan chig'ida u yolg'iz o'g'lidan, ko'zining nuridan qandoq ayrila oladi? O'zing oson qilg'aysan, Parvardigori olam. Biror pishkanlikka uchragan bo'lsa, bir puti go'rgi sangilab qolgan chog'da u nagim bor edi? Dardini kimga aytadi? Arz qilib boradigan birdan-bir odami Shayx Nizomiddin xomush bo'lsa, zargar uning deganini qilaman deb musha azobni chekib o'tadi. Lekin Shayxdan boshqa kimning oldiga boradi? Kimmi uning hal dadiga yetadi? Saloyiddin zargar o'ylab yanına Shayxning oyog'iga bosh qo'yish qaroriga keldi. O namoz bomdodni o'qib bo'lib, ustiga tugi yung'idan to'qilgan issiq chapanini, beshiga gullik taqisini kiyib, teshiga sallasini o'rdi. Takchidagi tumir qutilardan birini olib, yoqut ko'zlik oltin uzukdan ikkini oldi. Odatda o Shayx hazratlarini yo'qlab borganda qimmat baholiq zinnat buyumidan faqat bir nili sovg'a qiladi. Bugun nima uchundir yana birini qo'shib oldi-da, dastasiga dur qadalgan ko'rkam hassini qo'liga olib uydan chiqdi. Tong suzilishga boshlab, bog'dagi egiz oq teraklarning uchi yaltirab qolgan bo'lsa-mu, texi kun chiqmagan edi. Saloyiddin zargar hovlidagi bidish ostidan o'tib, darvozaga berib qolganda orqasidan "Bova" degan ovoz anglandi. Yelin kiyingan Xurshida Bano beshiga tashlab olgan nepiz yog'liqini pulanglatib yugurib keldi. Chiroyi tatargan, uyqusiz ko'zlarida mo'ngluq iztirob aks etgan Xurshida Bano yig'lamsiragan holda kichik bolalardek og'zini umchaydi. "Bova, nega? Bizni tashlab qo'yib nega borasiz?" dedi. Saloyiddin zargar suyimlik nevrasining ko'ziga liq yosh og'anligini ko'rib, o'zini g'o'r qilib yutindi. "Qo'rqma bolam, tezli qaytib kelaman. Dadangdan xabar olib kelay." "Ko'k saroyga boramsiz?" dedi Banu pichirlab. Ko'k saroyga bormang, jinim bova." Bovay asta bosh chayqadi. "Yo'q, Ko'k saroyga emas, boshqa bir yerga berib kelaman. Dadangning holidan xabar tepish kerak, bolam." "Dadam?" Xurshida Banu gap qilolmay, alig'ini bilan yuzini to'sib yig'lab tashladi. "Bechora dadamga qiyin bo'ldi, jinim bova. Men bilaman, dadamga qiyin bo'ldi." Saloyiddin zargar hushyorlandi. Uning oppoq qoshlari bir-biriga tutishib, "Nimani bilasan?" deb so'radi. "Bova, Mevlana Ali Qushchi zindonga tashlanibdi. Shahzoda baricha ilm ahlini qirg'in qilmoqchi bo'lib o'tibdi." "Kim shundoq deydi? Nereden anglading bu gapni?" Saloyiddin zargarning ushliq soqoli likildab, ko'zlari aloq-jaloq bo'lib ketdi.
Xurshida Banu demaydigan gapni qilib qo'yganligini sezib, beshini tuban soldi. Anladım. Anlab qo'rqib ketdim, baba. Saloyiddin zargar qopqini turdi. Qo'rqma, balam. Shahzoda ilm ahlini emas, dahriylarni, islom diniga qilich ko'targan diyonatsiz kuffarlarni surgun qiladi. Sening dadang bo'lsa, Haq Taoloni tilidimi, dilidimi yod etib turadigan bir mo'min banda. İnşallah Tangri Taolo uni o'z panohida saqla. Berib ishingni qil, balam. Saloyiddin zargar nevrasining peshonasiga so'ydi-da, darvoza tarafga burildi. Ya Rabbi, bu shum xabarni. Mevlana Ali Qushchining zindonga tashlanganligini nereden anlagandi? Barağning ostida chilakka o't yiqib sinib o'ltirgan qorovul Saloyiddin zargarni ko'rib, o'rnidan sakrab turdi. Belbag'idagi ochqushlar orasidan birini elib, darvozaga qarab yugurib edi, zargar uni to'xtatib oldi. Kecha hoyliga bir kim kelganmidi? Yo'q. Hocam, odam tugul, pashinimi yo'latmadim. Sagak bol. Kaminidan bir ruxsat birer odamni kirgizsang, kallangni olaman. Saloyiddin zargar qo'lidagi hassasi bilan yerni tok-tok urib, darvozadan chiqdi. Lekin Xurshida Banuning deganlari va bu gaplarni nereden anlagandi degan fikr zargar toki mazari sharifga yetib borguncha kallasidan neri ketmedi. Shayxning mazari sharifga yandash hovlisining oldidagi ochiq maydonda qalandarlar top-top bo'lib gulxon yiqib sinib o'ltirishadi. Masjid udildagi xonaqoning oldida boshqa bir top darvish qozon qaynatib. Saloyiddin zargar tashqariqi hovlidagi chinarning ostida o'ltirib, shayxning chiqishini kutishga boshladi. Odatda u ko'p saqlamay, kelishi bilanla shayx tarafidan chaqirtiladi. Bugun shayxning huzurida biror mo'tabar zot bo'lsa kerak. Ichkariki va tashqariqi hovlidagi muridlar putlarining uchida dasishib, bir-birisining quloqlariga pichirlashadi. Turnalardek qator bo'lishib, oshxonadan ichkariga kumush tovoqlarda tomoq to'shiydi. Aralab qalandarlar va ot choptirib, sovuq chiroy yasovullar kelishadi. Ularni saqlatmay, kelish bilanla ichkariki hovliga boshlab kirib ketadi. Nihoyat qiz boladek nozik yosh murd kelib, zargarni ichkariga taklif qildi. Saloyiddin zargar yosh muridning kaynidan ichkaridagi hovliga kirib ketib etib, go'yo shayxdan yomon gap anglab qoladigandek yuragi jig'ildab ketdi. O yosh muridni biligidan asta tutib to'xtatdi. Pirimning huzurida bir kim bormi nima? Bugun mashayix İşan Abeydullah Hoca Ahror hazratlari qatam tashrif qildi. Saloyiddin zargar ixtiyorsiz holda to'xtab, Kamzulining yanchiqidagi qimmat bog'liq uzuklarni silab-sipab qo'ydi-da, kallasida Xudo ko'nglimga sopdi degan o'y kechib, xali yiniklab qoldi. İşan Abeydullah Hoca Ahror keng mehmonxonaning to'rida Shayx Nizomiddin Xomushning o'ng tarafida ipak ko'rpalar ustida tasvir siyirib, asta tavrinib o'ltiradi. Bo'ylari egiz, inchki kelgan shayxning yanida semiz, do'g'aloq İşan hazratlari gumbazdak dub-dugilak ko'rinadi. Uning turqi siyoqimi boshqacha bo'lib, ko'ksiga tushib turgan uchi budur qop-qora soqolida, quyuq qoshlarida bir talmo oq yo'q edi. Qip-qizil, chiroyli yuzida bir qarashdala kishini dir-dir titraydigan yoshurun bir dahshat ifodalanib turadi. O odilida tizilib, to'liq ehtirom bilan salom bergan Saloyiddin zargarga yer ostidan bir qarab qo'ydi-da,
beshini tuvan sinib, yana tasbih serishga kirishdi. Shayx Nizomiddin xomush lavlarini pichirlatib duo qildi va "Nima ishingiz bor, Xo'ja Salohiddin?" dedi. "Vaqt qiz, mana ne'matlik pirim Shash shahridan qadam tashrif qildi." Salohiddin zargar o'ltirgan joyida ehtirom bilan ta'zim qildi. "Xudoga shukr, oqil panohdorimning muborak jamolini ko'rishga musharraf bo'lish." "So'zlang zargar, poytaxtda qandoq gap so'zlar bor? Tijoratchilarda nima xabarlar bor?" Shayx odatda uni bundoq aldiratmay, uning so'zlarini to'liq e'tibor bilan anglaydi. Salohiddin zargarning yuragi jig'ildab, "Pirim," dedi ovozi titrab. "Oqshom Ko'ksaroydan yasovullar kelib, yolg'iz o'g'lim Mavloni Muhiddinni elib ketgan edi. Texchi qaytib kelmadi, pirim." Shayx hazratlarining lavlariga bilinar-bilinmas kulki yugurdi. "Qaytib kelmagan bo'lsa, o'g'lingiz Mavloni Muhiddin shahzodaga yiqib qolgandi. Pirim, yoki bo'lmasa mavqasi yo'q o'g'lingiz o'z birodari Ali Qushchi bilan yuzlashganda bu tabarruk dargohda bergan va'dasini rad qilgandi. Inshaalloh undoq bo'lmas, pirim. O'g'lim tavba qilib oyingizga bosh urdi-ku." "Tavba qilib?" dedi Eshon xo'ja Ahror. Uning yumuq ko'zlari birdala cho'ng ochildi. Ulug' Xudoyimning qudratiga shak keltirib, falakning sirlarini bilishga niyat qilgan o'g'ling nimishqa endi tavba qiladi? Murtad shohning suyimlik shogirdi. Nimishqa o'z ustozining vasiyatlaridan yuz o'riydi? Salohiddin zargarning tili kalvolishib tangirqab qoldi. "Ya Parvardigor, ojiz banda gunohdan kechgaysiz, pirim." "Ojiz banda," dedi xo'ja Ahror soqolini titratib. "Seni yaxshi bilaman, zargar. Ol bitavfiq shohni panohaylab, uning mehr shafqati bilan beyib, endi tavba qilasan." "Pirim, sodiq qulingiz. Shukr qilib, ol Rabbul alamindan gunohkor o'g'lingning jinini tilab istig'for aylagaysan. Ey g'ofil banda. Chunki Haq Taologa shak keltirib, durust kishilarni to'g'ri yo'ldan ozdirgan barliq murtadlarning intiqomi shu bo'lar. Xalloqi olam hech bir bandasining gunohini intiqomsiz qoldirmaydi." Salohiddin zargar ikki pukilgunicha peshonasini gilamga qo'yib, zuvon surmadi. Qo'rqinch uni gangratib qo'ygan edi. U ichida "Ya Rabbi, o'zing oson qilg'aysan" deb takrorlasimi, tili gapga kelmaydi. "Innalloha ma'as sobirin." Sabr qil, zargar. Shayx Nizomiddin xomush Eshon hazratlariga bir qarab qo'ydi-da, yostig'ining ostidan shaqildiqini ilib shaqildatdi. Eshikda darhol yosh murd paydo bo'ldi. "O divona Davulbek keldimi?" "Keldi, pirim." "Ey, kirson." Salohiddin zargar kimdir birisining qishig'i kelib, go'shtida tizlanganligini sezib, uningga qo'rqinch bilan ko'z tashladi. Qishida kiyimlari julju bo'lib ketgan darvish emas, balki beliga oysimon agri qilich osqan, beshiga dubulg'a kiygan, bir ko'zi olg'ay sipah o'ltiradi. "Xo'sh, Qochqundan direk bormi, darvish?" "Yo'q, pirim." "Bir qochqunni topolmasang, nimishqa seni qalandar beshi qildim? Seni qobiliyatli deb Ko'ksaroyga yasovul beshi qilmaganmidim, bo'ra?" "Men gunohkor, pirim, lekin nima chora? Poytaxtda men bormagan joy, kirmagan tushib qolmadi." "Qaysi qochqun?" Eshon xo'ja Ahror hushyorlanib, bir bo'raga, bir shayxga qaradi.
Şeyh oңaysızlanıp, appak qaşlarını silap qoydu. Qalender Qarnaqi degan bir tavpiq. Qalender Qarnaqi degan bir bitavpiq pirim. Tönegin deb bergan edim. Şah o'lgan kuni qochib ketgan edi. Hozirgacha tepilmayotidi. Qalender Qarnaqining ismini anglagan Salohiddin Zargar beshini sal ko'tarib quloq soldi. Eshon xo'ja Ahrar afsuslanib bosh chayqadi. Allah ko'nglimga solgan edi taqsir. İblis şahның qo'lida ta'lim olgan beparhizga ishonmang. Sinab ko'rmoqchidim, pirim. Kaynida payloqchi bor edi, mana. Shayx qabog'ini silib bo'riga qaradi. Bo'ri o'ltirgan yerida tipirlab, "Inshaalloh topimiz, pirim", dedi. Yer yutib ketgan bo'lsa-mo, topimiz o ablahni. Yer yutib ketgan bo'lsa-mo, topimiz o ablahni. Shayx bu ko'ngilsiz gapni boshqa yoqqa burmoqchi bo'lib, "Xo'sh", dedi. "Bu odamni tanimsan, darvish?" Bo'ri Salohiddin Zargarga qiyo beqib hijaydi. "Bu muhtaram zotni butkul Mavara Unnaharda tanımaydigan odam yo'qdir, pirim. Bu zotning o'g'li Mavlana Muhiddin qamoqqa ilinibdi. Bu ishning xabaring bormi?" Bo'rining chiroyidagi tabassum saxta g'amkinlik bilan almashdi. Afsuslanarligi shuki, bu ish paqirga yuklangan edi, pirim. "Xo'sh, so'zla." Mavlana Muhiddin qamoqda bitavpiq Ali Qushchi bilan bir joyda yetibdi, pirim. "Nemishqa? So'roq qilmadimi ya?" "Yo'q, so'roq qilindi. Mavloniga opirin. Pirimga qilgan va'da iqroridan yana olmabdi. Undaq bo'lsa, yana nemishqa qamoqqa oladi?" Bo'ri bo'risini qisdi. "Shoh oliylari buni lozim ko'rsa, bandasiga nima amal, pirim? Shoh oliylari deganlaring rost bo'lsa, bu gaplarni Ali Qushchining yuziga solasan. O ablahni insofga keltirasan, ondan qamoqdan ozod qilaman", debdi. "Pirim", Salohiddin Zargar ingrab tashladi. O o'zini shayxning oyog'iga tashlamoqchi bo'ldi-yu, Eshonning "Bas, shoh oliylarining amri vojibdir", deganini eshitib shaqqada qaradi. Eshon xo'ja Ahrar qop-qora, quyuq qoshlari ostida chaqnab turgan ko'zlarini uningga tikib, oldiga engishib o'tiradi. Uning alpozi xuddi Salohiddin Zargar norozilik bildirsila, qo'lidagi tasbihni uningga atadigandek ko'rinadi. "Vallahi olam bis-savob. Va illa bu diyonatsiz yovuzlarning jazosi shuldir", dedi Eshon o'zini yostiqqa tashlab. "O'g'ling Mavlana Muhiddin shul yovuzlar bilan bir tovoqda oshab, Xudovandi Karimdan qo'rqmay, kufr kitoblarni bitgan edi. Amdilikda bu gunohlari uchun jazoga tortilishi kerak. Qanchaki ko'p jazolansa, gunohi inshaalloh shuncha tez yuyuladi. Buningga yig'lash emas, shukr qilish kerak. Xo'ja Salohiddin, pirim, siz Ali Qushchini bilmaysiz." "Bilaman." Eshon yostiqqa tayinib, qaddini rostladi. "Haq Taolodan qo'rqmagan bol itlarning hammasini bilaman. Rasadxonaga yig'ilgan kufr kitoblarni yoshirishdan muddaosi nima? Bunimi bilaman. Ularning muddaosi bol makruh kitoblarni dinsizlar makoni bo'lgan rasadxona va madraslarni saqlab qolish. Shundaqla barcha musulmonlarni to'g'ri yo'ldan ozdirishdir. Bas, ularni qirib tashlash hokimiyat egasi bo'lgan musulmon shahzodaning majburiyatidir.
Hoca Salahiddin. Salahiddin Zerger İşan'ın dehşetlik çırayıdın, qandaqdır ilham bilen parlavatqan sehirli közüdün közünü kaçırıp, Ya Rabbi, üzün asan qıqaysan. Əli quşunun sözünü nimişqimi bulağı yetküzgendi mən. Nimişqimi onun sırrını aşkarlıqandı mən, deb pichirledi. Közüngni aç, Zerger, dedi İşan. O günahkar oğlunğa bendedin emas, Tanrı Taaladın himayet tilegeysen. Ordundan tor. Hey azgan bende. Salahiddin Zerger bu qopal avazga boysunup o'rnidan turg'ach yordam tilab oxirgi qatim Shayx Nizomiddin Xomushga qaradi. Lekin Shayx hijolat bo'lib, onundan ko'zini qochirdi. Salahiddin Zergerning ko'zi qorong'ulashib, eshikni aran topdi ve daldangshib uydan chiqdi. O dehlizde köksünü çangallığınca tamga yülünüp birden turdu. Şu peytde qo'li yanchiqidagi altın üzüklergi tegdi de ko'ngli bir qismi bo'lib ketdi. Teriga atılgan üzüklerini bermey qaytırıp ketish bir yamanlıkның alameti idi. O öyge qaytıp girmekçi boldu-yu, cüret qılolmadı. Qalbini band qilib mudhish tuyg'udan darmonsizlanib, daldangshigan peti chiqib ketdi. Qadrli kitob anglag'uchi do'stlar, Ulug'bek xazinasi 2-qism 10-mavzu tamom bo'ldi. 11-mavzuda ko'rishimiz. Xushvaqt bo'linglar.